Assalomu alaykum azizlar, hormayli, salomatmisizlar? Qachon biz O'zbekiston manfaatlari haqida o'ylashni boshlaymiz, yig'i-sig'i qilmasdan? Albatta, 150 dan oshiq go'daklar, insonlar uchun maktabga berilgan zarba uchun Eron uchun juda ham achindim. Ammo Eronni islomni birinchi o'ringa qo'ygan, islom bayrog'ini ko'targan deb da'vo qilayotganlar akalar, juda ham qattiq adashasizlar. Sizlar emotsiyalarga berilib, odamlarni, yoshlarni ayniqsa fikrini chalg'itishga urinmanglar. Eron xo'p shiya bo'lsin. Eron xo'p musulmon ekan. Ozarbayjondagi turklar, Ozarbayjondagi qardoshlarimiz ham shiya musulmonlar edi. Xo'p, natija nima bo'ldi? Ozarbayjon o'z haqqi uchun Armaniston bilan urushgan paytda o'zini dindoshi, o'zini mazhabdoshi qolib, Armanistonni tarafini olib, unga qurol bermoqchi bo'lgan tarafini olyapsizlar sizlar. Armanistonni yo'lini to'sgan, uni manfaatlarini kesgan davlatni tarafini olyapsizlar sizlar. Hech qanaqa dinni birinchi o'ringa qo'ygan davlat emas bu. Qurollar, og'ir qurollar bilan yordam bermoqchi edi. Yaxshiyamki Erondagi Ozarbayjonlar, turklar yo'llarini to'sib qoldi bu. Aksi holda Armanistonga katta yordamlar bermoqchi edi. Xo'p, o'zimiz davlatimiz manfaatidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston juda ham og'ir ahvolda logistikasi bugun. Bizda Ukraina va Rossiyani urush sababli Yevropaga chiqishimiz ancha qiyinlashib qolgan. Bir tomonda Afg'oniston va mana bu tomonimizda esa Eron va Amerika o'rtasidagi urush ketyapti. To'g'ri, Amerika yoki Isroilni qanaqadir davlatga bostirib kirishi, Venesuela bo'lsin, Eron bo'lsin, juda ham noto'g'ri deb hisoblayman. Va lekin Trampning qilgan katta xatolaridan biri na Erondagi rejimni almashtira oldi, na uni kelajagi nima bo'lishi haqida mavhum bo'lib qoldi. Demak, biz uchun uzoq yillar davomida endi bu yerda tinchlik bo'lmaydi, arablar bilan munosabatlar tuzalmaydi, bizning logistikamiz muammo bo'ladi. Biz yaxshisi o'z davlatimiz kelajagi haqida o'ylashimiz kerak. Meni shaxsiy fikrim bu, o'zimni ko'z qarashim, balki xatolari bordir deb o'ylayman, lekin aytib o'tishni xohladim. Biz bunday vaziyatda Afg'onistondagi ular ham nomini islom imorati deb qo'ygani bilan hech qanaqa islomga aloqasi yo'q ishlarni qilishyapti. Ular pashtun millatchilik siyosatini olib borishyapti. Davlatlarini shunga asoslashyapti. Shuni yodinglardan chiqarmanglar. Xo'p, biz nima qilishimiz kerak? Biz avvalo